Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, YouTube ishqibozlari, chorva parranda ishqibozlari, hammangiz sog'misizlar, hammangiz omonmisizlar, chet eldaglar, hamma tinchmi? Yurtdoshlar, sizlarga bugun yana bir foydali videoni ulashacakman. Shuning jo'jalarimizga vitaminli retseptni, ratsionini tayyorlashda. Bularda yana F1, mekkonta, kepak, buğday kepak, o'zingiz yashil, tuxum, piyoz, chesnok. Chesnok bilan piyoz ham immunitetni ko'taradi, ham shamollashni oldini oladi. Bular uzum quvvat beradi. Uyda bor narsalardan hammaning uyida topilsa kerak. Tuxum ham hammaning uyida topiladi. Shunday narsalarni tayyorlab, jo'jalarimizga baquvvat bo'lish uchun, tez kattayib, tez unjayish uchun güçlü bo'lgan vitaminni tayyorlab ko'rsatacakman sizlarga, ulashacakman. Hozir tayyorlab qo'yib ko'rsataman shu narsalarimiz hammasi. Bu narsani hammaning uyida bor. Shunday vajda aylantirasizlar. Chotki bo'ladi. Hozir tayyorlab ko'rsataman. Yurtdoshlar, görüşleriniz mümkün. İcan edip taşıdı, ican edip. Endi kepak, mekkonta, F1'imizni salamiz. Eng oxirida uzum bilan tuxum. Mana do'stlar, yurtdoshlar, görüşleriniz mümkün. Buni ko'rgan jo'ja yesam ham yeyman, yemasam ham yeyman desa kerak menimcha. Hozir uzum bilan tuxumni oxirida chaqamiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Konkret. Hozir shu idishimizni bo'shatib olamizdan tuxumni chaqamiz ikkidan. Tuxum kalsiy, immunitet barqarorlashtiradi hammasini. Jo'jalarimiz tez kattayib, zarejenli bo'lib ketdi. Mana tuxumimizni ham chaqib oldik. Po'stlag'ini ham meydalab tashladik. Bam, kalsiy. İdishimizni bo'shatib oldik. Endi buni aralashtiramizdan jo'jalarimizga beramiz. Berish jarayonini ko'rsataman. Yurtdoshlar, mana yesam ham yeyman, yemasam o'laman degan vitaminli ratsion donamiz tayyor bo'ldi. Bu yerda Avstralop, Ruminiya qoralari 1,5 oylik bo'ldi. Oqlari Legoron. Bu tuxum yo'nalishida oqlari. Legoron. Bular 26-27 kunlik bo'ldi kerak bugun. İçinde bunda bir dana dekan jo'jamiz ham bor. Yana bularning yeyishi. Bunda ikkinchisi yurtdan. Ma. Yurtdoshlar, görüşleringiz mümkün ha. Rasyonumuz tayyor bo'ldi. Mana hamma balasi bor içinde. Videomuz uzak köpe cho'zilib ketdi. Köpe cho'zilishidan sebebi o'rgating, tushunib asıllan no'lar qo'shilgani, no'larda tayyorlangani çok bir yerda aylantirganlarımca hammasini ko'rsatish maqsad. Baxilchilik emas. Video yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar yurtdoshlar. Bunda 9 kunlik jo'jalarimiz bor. 9 günlük buların hammasi dekan jo'ja. O'zim tovuqlarim bolalari. Bular ham xudo xolasa katta ish jarayonlarini qo'yib boraman. Ko'rib boraverasizlar. 7 dana Avstralop Ruminiya, 20 dana Legoron. Kime video foydali bo'lgan bo'lsa, bir like bosib, obuna bo'lib kuzatib boraverasiz yurtdoshlar. Siz sağ olasın.